Follikulani o'stirishga dori yozib berayotgan patsientlarimga bitta iltimos, hech qachon qabulimga kelgan boshqa patsientlarga mana bu dorilarni iching, siz ham follikul o'stirishga yordam berar ekan deb tavsiya qilmang. Chunki siz bu bilan meni ishimni juda ham qiyinlashtiryapsizlar. Bugun bir emas 4 ta patsient kelgan, bir-biringlardan eshitgansizlar, na tekshiruvdan o'tgan, tekshiruvdan o'tmasdan, hali o'ziga tushmasdan turib ichib kelgan. Har bitta dorini o'zini ichish qonun qoidasi bor. Sizda agar haqiqatan ham follikula yaxshi o'smayotgan bo'lsa, uni o'zini tekshiruvlari bor. Oldin sizda turbalaringiz ochiq yopiqligini, keyin turmush o'rtog'ingiz, ya'ni eringizni urug'ini harakatchanligi yaxshimi, urug'ini sifati yaxshimi, sizda bachadon qavati yaxshi o'sadimi? Mana shular tekshiruvdan o'tilishi kerak. Sizda gormonal o'zgarish yo'qmi? Qayerda qanaqa kamchiliklar bor? Mana shu tekshiruvlardan o'tasiz. Agar sizda haqiqatan ham follikula yaxshi yetilmayotgan bo'lsa, qayerdadir kamchiliklar bo'lsa, ko'rigimdan o'tganingizdan keyin sizga o'zim tavsiya qilaman. Chunki kimdir sizga bu dorilarni tavsiya qilsa, prosta borib aptekadan sotib olib ichishingiz mumkin emas. Chunki bular hammasi gormon. Sizda gormonlar o'zgargandan keyin tabiiyki yana homilador bo'lishingiz kechikadi.